63 yil yolg'on gapirmagan ekanlar. Shuning uchun Muhammad Amin, omonatdor, to'g'ri so'z, birovni aldamaydigan Muhammad deb payg'ambarliklardan avval mushriklar qo'ygan bu taxallusni. Tan berib olgan. Payg'ambar bo'lishlaridan avval biznesmen bo'lganlar, qo'y boqqanlar. O'sha davrda boylardan bittasi Xadicha degan ayolni biznesini yurg'izganlar. Shu buxgalteriyalari zo'r bo'lgan, hisob kitoblari zo'r bo'lgan, omonatdorlik, halollik chotki bo'lgan. Shuning uchun Muhammad Amin deb mushriklar shuni degan Rasululloh. Payg'ambarlikdan avvalan tan berdirib olganlar. Mana shu qoldi bizga, ya'ni omonatdorlik qolgan Rasulullohdan. Boshda do'ppi, xiyonat, jog'da soqol, og'izda iynayni, duyini, jog'da soqol, og'izda nos, jog'da soqol, qo'lda sigaret, jog'da soqol, kalyan, g'iybat. Bu to'g'ri kelmaydi. Rasulullohdan qoldi deb Rasulullohdan mana hozir peshin o'qidik, avval 4, keyin 2 rakat sunnat. Shu qolgan yo'q faqat Rasulullohdan. Payg'ambar alayhissalomning hayotlarini o'rgansangiz, birorta odamni tiyin pulini yemaganlar. Tiyin pulini nohaq yemaganlar. Ha bu nima bu? Bu halollikda. Bugun birovning haqqini bermay yurganda adashmasam bir 70% hoji. Hojiga qo'ya, hoji bo'lmay o'l, hoji bo'lmay o'lsan. To'g'ri gapda. Nima hojisan? Hojiga da'vat harom bo'lib, birovning haqqini yeydi. Din faqat unaqa namoz yo faqat ro'za emas-ku, Qur'on 30 bora, hadis 100 mingdan oshiq hadis. Bizga faqat tahoratni gapirmaydi, akalar, faqat g'usulni yo faqat zikrni gapirmaydi. O'sha zikr qilgan og'zing so'kinmasin deydi. O'sha Qur'on o'qigan og'zing g'iybat qilmasin deydi. O'sha tasbih o'girgan qo'ling chakapor otmasin, karta chillamasin, sigaret ushamasin, nos ushamasin, birovga tarsaki urmasin. Bu qo'l tasbih ham o'girursa, tarsaki ham urursa, karta ham chillursa, nima bu shakaroqda bu? Musulmonning qo'li, a'zolari, o'zi, qalbi, tashi musulmon bo'lishi kerak. Faqat qayerda, qaysidir joyda, qaysidir vaziyatda emasda. Mana hozir peshin o'qidik. Boring yana 10 minut, 7 minut o'qib qo'ysa bo'ladi peshin. Kishi zarur bo'lsa 10 rakatni 5 minut o'qisa ham bo'ladi. Alhamdulillah o'qib 5 minut o'qisa bo'ladi. Masjidda endi 5-10 minut ketadi, 15 minut. Ha biz faqat jaynamoz ustida musulmon emasmizki, mana hozir 1da peshin bo'lsa, guruh yog'ganda 4da asr deylik. Orada 3 soat nima musulmon bo'lmaymizmi biz? Mana hozir mana asrgacha borgan. Jaynamoz ustida joy avliyomiz hammamiz. Mana namoz tugadi asrgacha. Mana shu oralig'ida munofiq, fosiq ajraydi. Mana shu oralig'ida. Namozda ajratib bo'lmaydi.